Raqibingizni bir ikkita zarbada jag'ini sindirib qo'ydingiz. Keyingilari kim bo'ladi? Jag'i sinishini kutayotgan kimlar bor? Endi men chiqaman, lekin urushaman deb chiqaman-da, lekin u случайно bo'lib ketadi. Lekin jajdan bular trenirovkani qattiq qilaman, trenirovkani ham udaram qattiqda teggan joyi birinchi urdim. Shu yoqqa orqaga 2 qadam qaytgandan keyin birdan sezdim-da, короче, bu gandiralyapti kallasi. Kalla gandiralgan paytda birdan bosib beradi. Shu moment o'zi jag'i sinibdi. Ring anonsir bilan sizni e'lon qilayotganda ham unga qilgan munosabatingiz ko'pchilik izohlarda yozishdi, hozir ring anonsirini ham urib ketadi deb. Yo'q, u menga qandaydir baqiryapti-ku, men shunaqa jajdan uyg'onib ketyapti. Unga qarab uni ushlayapman, qulog'idan ushlayapman-da, qarab shunday qilibman-da. Uyimizda yo'q deyapman. U ham menga Qishmayapti. hech kimga unday baqirmagan, lekin u ham yuragidan baqirdi, balki u ham maza qilardi. Jangdan keyin Erali bilan davom ettirdingiz uni. Kursachi endi Erali boydan oldin ham biz bitta ana gostinsiya turdi, kelib aka davay deydi, u ana yuzi multfilmda u balani. Ko'rdimda Erali kallasini ko'tarib oldimda, kallasini o'zini. Kallasini ko'tarib deydi, shaq qo'ydim keyin. Ukam men edim.